Assalomu alaykum qadrli to'rdosh do'stlar, hammalarning Shabnam Cho'lpala ziyoratimizni yoqtirib ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men To'ri Yositsi Subayda. Men eng avval bugungi taklifli mehmonlarimizni bir tanishtirib o'tsam, bizning bugungi suhbatimizga Tag'artaq kino studiyasining peshqadam rejissyori, aktyori Firdavs Aziz akamiz bilan Shinjang Naqshi usul o'mikining san'atkori, to'nilayotgan yosh rejissyorimiz Abdiz Abdurashidakimiz malay taklif bilan qatnashdi. Assalomu alaykum Firdavs aka. Va alaykum assalom. Siz eng avval mush to'rdoshlarimizga kino teatrining mayiti va uning turi to'g'risida qisqacha bir to'xtalib beramiz. Bo'ladi. Bizning to'rdoshlarga qizg'in salom, yorqinlik salom. Hali uzun bo'lib ketdi. Mening shunday bir umidim bor edi. To'rdoshlarimiz bilan bir suhbat o'tkazsak degan. Shabnam demaklikning o'zi bir tomchi demaklik. To'g'ri. Uyg'urlar bir gap bor, tomchi ko'l bo'ladi o'da. Demak bizning bu Shabnamimiz shu şirketimizdeki köl emas, deniz oluşu umid qilaman. Chunki butun dunyoda to'r orqali butun do'stlarni tepishishga, suhbat o'tishga sharoit yaratib bergan Shabnam shirkatiga ko'pdan ko'p tashakkur, ko'pdan ko'p rahmat. Hamda bayam degandek bizdan kendi shu to'rimiz hozir butun dunyoga taqlid bo'libmi? Abdüz efendimninki tününkü qolgan xabarni olib xo'sh oldum. Chunki Shabnamni qurgandan keyin uning Shinjongdagi to'r doirasi Shinjongda emas, mamlakatda emas, butun dunyoda bir qadar keng. Bunga xo'sh oldum. Shu orqali endi dunyodagi butun to'rdosh do'stlarga samimiy tashakkurni bildirish bilan kino san'atına, mahiyeti, onun türleri hakkında azırak sözlep vermekçimen. Endi bizde hazır uçar taksi degen bir fantaziya gap bo'ladigan. Bizning uçar taksimiz demek bu Shabnam orqali taqildi. To'g'ri. Chunki kinoni ishlab biz avarolab uni besib amli chiqaraylik bu disk orqali butun dunyoga uçar taksida birdam taqildi. Demek bu ilm fanninki taraqqiyot. Biz 80-ci illardan başlap ben kino sahasına qatnaşgan bolsam, o vaqtlarda kino ishlash bir qator o'rta darajada bo'lgan bo'lsa, uningdan burunqisi kino ibtidai jamiyat degan yovvoyi jamiyat emas, kinolarimizning dastlabki qitimliqda shu ibtidoilikdan taraqqiy qilgan gap. Dastlabki bosqichdan hozirgi bosqichga. Kinoninki asosi paydo bo'lishimi asosi shu nur san'at orqali. Bir kuni dars o'tayotgan chet tillik bir ofisiant bir mutaxassis dars o'tayotib qo'lidagi tamakini elib tutashtirib sarangini cho'glatgan mezgilning o'zida uning bir doira hosil bo'lgan. Fotograf yoki rasm tortadigan apparat. U faqat mahum bir tasvirni ola oladi. To'g'ri. Endi bu qandaq qilib mahum tasvirni o'zi jonliq tasvirga aylantirish degan narsani o'ylab yurgan vaqtida bu sarangining cho'gilishi bilan tang demak bu lentani aylantirsa bu tasvir demak jonliq tasvirga aylandi ekan deb dastlab o'tmoqda kino san'atashning bilan paydo bo'ldi. Keyin buyuk san'atkor Charles Chaplin uni dastlab qaytimliq shu ish bilan suratga olish texnikasini yo'l qo'ydi. Hem nurg'ulg'an filmlarni ishladi. Shu komedik filmlarni ishlash jarayonida dastlab qaytimliqda. Uning ovoz sistemasinin kerakligi, uning ssenariyaning kerakligini his qildi. Shundan dastlab qaytimliqda uningki Oltin qazuvchilar degan filmida dastlab qaytimliqda shu ssenariya yozish orqali uni kuchaytirdi. Demak, ssenariya filmning asosi. U vaqtlar shu ovozsiz filmlar barliq keldi-ku deyman. Dastlab ovozsiz filmda barliq kelgan. Onu yandım bayan qilish yoki xat orqali. Shundan bilan bu senariyo demak bir filmning asosi bo'ladi. Ssenariy yozilmagan film u film bo'lmaydi. Chunki ana homil bo'lib balini 9 kun 9 soat tutgandek bir asarninki nima
bir kinonunki cho'qim ssenariysi bo'lishi kerak. O ssenariy yozilgandan keyin u tug'ildi degan gap, bir voqelik tug'ildi degan gap. Shu voqelikni rejissyorlardan keyin ssenariyga belab qaytadan kuchaytirib ko'rinishlarga bo'linib, ssenariy ko'rinishlarga bo'linib, andan keyin bir butun bir kadr o'qishilmagan gap. Bu murakkab bir san'at. Demek universal sanat. Çünkü bunun içinde müzik var, tasvir sanat var, diyalog, monolog var. O men aytgan vaqtida san asrninki taraqqiyoti. Şunu bilan buni da hamma narsa universallashgan. Hamma narsa bor ichida. Shuni bilan buni universal sanat. Universal sanat deb qaraymiz. Endi buningki taraqqiyot qismiga kelgan vaqtimizda dastlabki aytiblar bayam degandek ovozsiz kino, ondan keyin ovozli kino, ondan keyin müzik va boshqa narsalarni kirishtirish orqali bu taraqqildi. U vaqtdagi nihoyat qaloq usulda. Chunki u apparat mana bizning oldimizda turgan apparatga o'xshash nihoyat universal apparatlar emas. Qo'l bilan cho'giltirgan gap apparat. İptidoiy apparatlar. Ibtidoiy apparatlar qo'l bilan cho'gilayotgan vaqtida lentani ma'nodin lenta mangandan keyin bir-biriga ulinib menib harakat paydo bo'ladi. O lentalar sal qiziq ko'z kuyab ketadi, o't ketadi. Hatta 80-yillargacha biz shunday film lentalarni ishlatdik. Keyin taraqqilgandan keyin bizim o'sha Fush, Kodak, Esman degan o'xshash mashhur yaxshi suratgirish apparati. Ya Germaniyaning, anondan keyin Yaponiyaning yaxshi lentalarini ishlatdik. Uniki nur sistemasi, nur qabul qilishi yuqori. Onundan burada Fush degan Jungoda qo'llangan Rossiyaning ishlagan lentasi bor. O lentaniki aloyligi cho'ng emas. Kamchiligi jiqroq, maslanga to'liroq o't ketadigan, o'n tepsiga shu svetlarni, ranglarni qabul qilishi, qizil rang bilan yeshil rangni qabul qila oladi. Boshqa ranglarni qabul qilishini ojiz. Şunlaşık öz vaxtki Çapayev'dan dağıtıp yani nurgun filmler, Rusya'da işlenen filmler şu başı nimler işlenen Fush'u bilen kino jungo qabul qilib nurgun kinolar chiqdi. Endi hozir bo'lganimiz bak hisoblashib ketdi. Onun tepsiga hozir texnik takomillashib bizniki kino lentasi taraqqi qilib oxirdan bo'ldi vaqtida mana video kamera video apparat orqali ishlangan. Onu bir tarafta jüvit, bir tarafta işletken olduğundan nait kolaylık. Endi bundan keyingi taraqqiyot kino işte deske o'zgardi. Nur sistemasi bo'yicha lazer nur orqali elinadi. Uning suyukchanligi, nurni qabul qilishi, svet qabul qilishi bakmi yuqori bo'ladi. Lekin endi qachon qandoq bunga yetkish mumkin? Bu intayin tas odamlarning ko'zi ko'rayotgan muhit, nur, svetni qabul qiladigan apparat chiqmaydi. Bu bizning ko'zimizdagidek tasavvur, bizning ko'zimizdagidek nurni qabul qilishi yoki tuman yoki ochiqlikni yo boshqa narsa qabul qilishi yetmaydi apparatlar. Bu intayin tas. Lekin har hol shuningga 80-70% yetilayotgan lazer disklar chiqadi. Bu texnik taraqqiyot. Endi bu o'sha kinoning elish jarayonidagi texnik jihatdagi bizning ilm fanning taraqqiyoti bilan bu vatqa ishlatdi. Bizning boshqa nimalarda osmondagi boshqa nima visionlar orqali yana shunday filmlarni qo'shib bilyotdi hozir. Biz o'ylamagan narsalar bor bu texnik jihatdan. Uni to'liq insonga foydali narsa emas, insonga ziyonli bo'lgan urush uchun ishlatiladi. Amaliyotda har qanday olim, har qanday bir ijodiyatchi insonga manfaat beradigan yaxshi narsani ishlagan. Lekin bu keyingi davrga vaqtida inson yo'qligini qurolga aylanib ketdi. Masalan, shu o'z vaqtidagi Eynshteyn atomni hech qachon inson yo'qligini qurol ijod qilmagan, insonga foydali narsa. Lekin insonlarniki buning nisbatan to'liq bo'lganligi uchun boshqa narsa. Endi buningda yana deb ketishga tegishli narsa biz kinolarimizni, kino san'atimiz universal san'at, insonga nisbatan ta'sir qilish intayin tez bo'lgan san'at bu. Bevositalar. Endi buniki çünkü ko'rish san'ati bo'lganligi uchun buni qabul qilish insonlarga nisbatan vaqtidan tez bo'lgan. Masalan bir romanni biz degan bir yilgacha necha qism romanlarni o'qiymiz, ya'ni necha oygacha.
Lekin kinoni 1 soatning ichida kiribla shu voqeani ko'ribla uning ijobiy, salbiy tarafdan uningdan bahramand bo'lish soatning ichida bo'lib ketadi. Uningdan yo o'g'irib chiqsiz, yo to'g'ri chiqsiz. Sargardan degan kinoni Hindistonning kinosini ko'rgan vaqtida Abaragumni aytiblar talaq chiqib o'g'irlik qilganlar bor. Ama kinoning tez ta'siri. Chunki yoshlar tez qabul qiladi. Endi ba'zi tarafdan vaqtda Xo'ja Ahmad Abbosning bu asardan keyin insoniy nuqtadan yozilganligi uchun odamlar uni aytdi istiqtiyatni tez qabul qilgan. Hozir butun dunyoda yana shu aylanib yuryapti. Nemishqa uning yezichalari Xo'ja Ahmad Abbos yaxshiliklar yomonlik. Yaxshi odamning bolasi yaxshi bo'ldi, yomon odamning bolasi yomon bo'ladi degan bir kichik bir kategoriyani tutib oliblar, uni kengaytgan. Demek insonga xos bo'lganlik uchun bizning kinolarimizda asos jihatdan aytganda millat asos o'rin tutsinmi, lekin millatning urf-odat, turmush, psixik jihatdagi ba'zi bir xarakter jihatdagi narsa insonga mansub bo'lishi kerak. U vaqtida butun inson ko'radi, inson bahramand bo'ladi. Sizning ishlagan filmingiz bu dunyoga taqdim oladi. Bu kinoning mohiyati. Endi kinodagi sir degan nima? Kinoda o'ziga xos sir bor. Mesela drama sanatı mı şunda, kino sanatı mı şunda. Drama sanatı mı görüş sanatı, kino sanatı mı görüş sanatı. Bunu da sır, ötkendi ders ötkendi şunu diye ne kadar vallahi. Hissiyat. Hissiyat. Alterap ketme, hissiyat. Çünkü bu hissiyat degen narsa her qanday narsaning sanatining jon tomiri. Hissiyat sanatda bo'lmasa, o sanat bo'lmaydi. Bayatdan beri shu Firdavs kam kino teatrining mayti va rol to'g'risida aytdim, yaxshi so'zlab berdi. Endi Abliska sizni so'rab baxsam, hozir nurg'ulg'an turdoshlarimizning miyasida shu kino bilan teatr ufqumi intayin kamchil bo'tadi. Undaqda shu kino teatr to'g'risida keng turdoslarga bir qisqacha tushuncha beraysiz. Menimcha torbat yuzidagi shu inkaslar kino sohasidagi, televiziya teatr sohasidagi ba'zi bir o'xshash bo'lmagan inkaslarni ko'rib, ba'zi vaqtda o'zimcha afsunlagan. Ba'zi bir inkaslarni ko'rib faxrlanib ketadigan, ya'ni ba'zi bir inkaslarni ko'rib bir xil ochiq yutib qoldigan yerlarim bo'ldi. Buning sababi hamda bizda chuqum mablag'lar bo'lsa biz yaxshi film ishlayolamiz. Kinoga chuqur mablag' olmasa, kino ishligili bo'lmamdi deydigan inkaslar bo'lib qoldi. Buni keyin to'xtalay. Hozir buni oldida ham shu kino bilan televiziya teatri. Bu kino degan hukmni ben Firdavs ham so'zlab o'tdi. Bu kino lenti bilan ishlaydigan, maxsus kino bilan kino lentisi ishlatadigan bir lenti bor. Buning metrini 10 necha qo'ydi Firdavsga. Hozir 20 necha qo'ydi, 1 metri. Ko'rib sanamda 100 so'mdan oldi, 1 metr. Bu endi bunun Germaniyaning eng yuqori o'lchamda hozir. Hollywoodmish Germaniyaning lentisini ishlatadi. Buni biz shu kinoxonada qo'ydigan cho'ng kinolarni shu lentada ishlaydi. Bu apparatlarda biz unda kino ishligil bo'lmaydi. Asli bu apparatlar asli xabar oladigan apparatlar bu. Deys oladigan, sinov oladigan apparatlar, xabar oladigan. Endi bir aqidem bu cho'gilab hammasi bu qolaylik bo'lganlik uchun bizning bir yavaş bir hareket bir derski bu film degan 5 harf. Toy filmi, yana bir filmi, yana bir filmi, kino ishlash, film ishlash markazida pek yavaş harf bo'lgan ekan. Aqlni bu yug'urilib hozir hammasi kino film bo'lib ketib qoldi. Ham televiziya teatr degani cho'qimishda sinov kameralarda ishlaydigan ekan. Hamda televiziya teatr degan mablag' bilan o kino degan mablag'niki nimasi osmon zimin farqi bor. Mesela qarang. 90 minut bir filmni kino lentisi olish uchun bizga oz deganda hozirgi bozor haqida, hozirgi bahosida balkim bizga 2 millionlik lentlik yetmaydi-ku deyman Firdavsga. Lentining o'ziga. Ha. Ondan uni siz yana juysiz. Xuddi rasm apparatining o'z vaqtida kelib bizning divanda qo'ydik-ku. Shunga o'xshash buni apparat yana Beijingda jungo bo'sh. Beijingda ham juydi uni. Uni yana shu 1 metrni siz necha pul olgan bo'lsangiz 1 metrni yana shu pulga juysiz. Yana bir qatlandi degan gap. Lentining ham bahasi. Kitob avtorning huquqi va artistning va qatnash va yattaq va o kitobdagi butun siz so'zlangan ash manzirlar va shuning hammasini biz Ashaboyan Firdavskam degan aytgan o'xshash
Rossiyaning bunun filmlariga o'xshash, burun romanni o'qigan odam, kitobni o'qigan odam ekranda shuni o'z ayni ko'rgandek tuyg'u akil shuning hammasi mablag' bilan bo'ldigan ish. Masalan, biz bir qor yog'ayotgan kunishki biz chuqum uning qish saqlashimiz ajoyibsiz. Shu qonimiz mablag' bilan yoqqizimiz. Shu qor yoqqizilgan uskuni ketadi. Shu mushulni tat hammani hisoblasak bu mablag' bilan bo'ldi. Bu kino shu mablag'. Eng yaxshi rejissyorni taklif qila olasiz. Mablag' bo'lsa. Eng yaxshi yozuvchiga kitob yozg'iza olasiz. Eng yaxshi aktyorni aklay olasiz. Eng yaxshi lent ishlata olasiz. Eng yaxshi uskun ishlata olasiz. Eng yaxshi sharoitni hozirlay olasiz. Shunga buning hammasi mablag' bilan bo'ldi. Amin deb qo'yganga hech nimasi tayyor bo'lmaydi buni. Shunga men deb qo'yay, bu kinoda chuqum mablag' bo'lmasa kino ishligili bo'lmaydi. Hamda hozir bizning ko'cha rejissyorlarimiz vaqtimiz bir kino ishlatam deb bilan qo'pab. Sen bir muhabbatingni kelsan boshroqqa chiqib bersin. Qizil topolmay qoldik deb bilan ishlayotdi. Bunda bir ish bo'ldi. Birda bunda siz misolda bir deb beray. Abuzga siz odatda bir film ishlasangiz necha kun vaqt ketadi dedi birisi. Bu mashunda mush sayg'i qiziqib film ishlab yurgan bo'ldik. Endi men o'tirsa bilan 90 minutlik film bo'lib qolsa 15 kundan 20 kungacha tayyorligim bitib bo'lgan bo'lsa ishlalayman desam unda qilsangiz mablag' ber chekiladi ekan. Biz o'tganda 10 kunda 2 film tugatib etdik. Deychi. Hamda u ne ishnim degilolmaydi bu gaplar. Biz qanda taraqqiyotda yurayotgan odammiz deb o'zimda sal o'ylab qoldim men. Hindistonda ish ketdik-da. Shu hozirda bozorlar bilan kino televizion filmlar bekchi. Shunga siz so'ragan savolga bizning aloqa. Film degan umum hukm Firdavs Kamayam deb o'tdi, san'atli film, badiiy film, urush film, chanbash film dedi. Bu film degan umum hukm. Ham uning ichida kino degani chuqur kinoxonada qo'ydigan cho'ng kinolar. Onun içinden televiziya teatr deymiz, öcetli film deymiz. Bularning hammasi shu bizniki televiziya tashviqot o'rinlarining taqdidigan a filmlarimiz televiziya teatr deymiz. Bu ikkisini bir tushunish bek kamchil bizda hozir. Biz kino ishlanmamdiq deb boshlab Allohim atkazib qo'ydim. To'g'ri. Mening tushunchim shunchalik endi. Menimcha balki mukammal bo'lishini tayin. Davsga amni sizdan shuni so'rab baqsam, hozirgi filmlarimiz nima uchun burungi filmlarimizga yetmaydi? Hozirgisidan burungi yetmasligining sababi nima? Burungi kinolar haqiqatan tarbiya ahamiyatli kinodir. Bir odam kinoxonaga kirib 1 soat 20 minutlik kino olsa yoki 1 soatlik kino olgan bo'lsa 10 chaslik kino. Kino shu vaqt 10 chas 9 chas bo'ladi. Kinoxonaga kirgan vaqtdagi holati bilan kinoxonadan chiqqan holati ajoyibdir. Kinoxonalarning oldida yomg'ir yog'amda nima yog'adi chatog'i yo'q. Gazni sotadiganlar, unda dimxo'llar oldigan chiroqni yoqib qo'yadigan, gazni elib turadi, yozda kinoxona bo'lamiz mayli qilsin. Aytor vaqtidagi bichalarning eng ig'ir japat tatadiganlar axlatchilar. Simishki degan qilib ketganlar shu. Axlat shuni yig'itdi bichalar. Lekin tomoshabinlar qaynoq. Bilet deganda oyonkashlar sotadigan shu vaqtlarda. To'shikda 20 tiyinni bilet degan. 80 tiyindan oladi shu vaqtlarda, 40 tiyinlardan. Shunda qimmat o'tkazadigan shu vaqt pulning kuchi bor. Lekin kiribdi. Kinoxonaga kirib ketgan odamlarning kayfiyatidan kinoxonadan chiqqanlar ayram bo'ldi. Kinoxonaga kirib ketgan vaqtida boshqa, kinoxona chiqqan vaqtida shu kinoning qahramonlari olib chiqadi, do'q kerilib. Ruhlanib chiqib, shu kinoning naqshlarini aytib, xudo shu qahramonda ko'p chiqadi. Bir narsani bir qistirib qo'yim kelyotdi. 92-yili men Raj Kapurning o'g'li, cho'ng o'g'li bilan ag'inib qoldim. Shu kino festivalda ular kino olib beribdi. Shu vaqtda nurg'un gaplarni deyishdik, nurg'un fikr almashtirdik tarjimon orqali. Shu vaqtda bir gap menga qattiq ta'sir qildi. Men dedimda, seningki bu Rajiniki ishlagan kinolari bara yo'qolib ketib bordi. Raj Kapur kino studiyasining burungi chiqqan mahsulotlari asosiyatini yo'qotdi. Qani Xo'ja Ahmad Abboslar, qani Tagorning asarlardan ishlasalar bo'lmamdi. Xo'ja Ahmad Abbosning asarlari shunday yaxshi nima ish qilmaysizlarmi desam, dadam tugagandan keyin studiyam asosiyatim ishda bo'lib qoldi dedi. Bu bir. Shikirsandikin Indiya xalqining shu kinoga bo'lgan muhabbatini ajoyib tatlı bir til bilan izarida oddiy usullar. Bizning Hindistonda divonichiq deydi. Turmushimiz sal namarat. Kinolarimizni shu namaratligimiz ko'rsatmaymiz deydi. Kinolarimizni necha barobar badiylashtirib buni
yuqori qatlamga chiqarib ko'rsatamiz deydi. Xuddi o'zimiz boydek deydi. O 20-30% boylarimiz butun Hindistonga vakolatlik qilolmaydi deydi. Ya'ni bizda aytgan g'urgul yashayotganlarimizni aytib chiq deydi. Divanlarimiz deydi. At degandan tortib kechgacha divonchilik qilib o'z yemay ichmay topgan puliga kino bilet elib kinoxonaga kiradi deydi. Kinoda kirib chiqqandan keyin birsi Sharlxon bo'lib chiqadi deydi. Birsi yana bir qahramon bo'lib chiqadi deydi. Hech kim buni qilmasa qo'llarini mushtaq qilib, naqshlarni aytib deb o'sha to'lg'onib degan o'sha hayajonlanib chiqib, bir haftagacha shu ro'yi o'zi bilan yashaydi deydi. Qarama kinoning seyir kuchini. Chunki u kinoning tarbiya ahamiyati bor. U kino Hindi kinosi. Shu millat xos qahramonlar bor. Mana shularning o'zining kelaqi olamag'an o'shlarini, o'sha kinoni ko'rib elib, shularni o'ltirib, o'sha qarako'llarni, pomechiklarni, o'zini azganlarni shularni o'chilib qaytib chiqib, shular kelib, deb xudo Sharlxondek chiqadi o'ylab. Divani bo'lgan mesini chiqdi. Duoyisini chiqib qoladi. Bir haftaga so'ng xo'shal yuradi shundoq. Divonchilik qilib pul topgan taqdirda mayli naqshni aytdi. Ashundoq qilib. Mana bu kinoningki tarbiya ahamiyati. Shu millatga bergan emas, insonga bergan o'zi shu mana. Ro'yicha. Firdavsga hozir to'rda mundaq inkoslar bor. Faqat iqtisod yaxshi bo'lsa, iqtisod bo'lganda ondan yaxshi filmlarni ishlab chiqara oladi degan. Endi siz mushu masalaga qanday qaraysiz? Qanday degan vaqtida bir qatorliq bir suhbat tomosha bo'landi. Bizda iqtisod yo'q, shunlashqa biz savol qo'ydik. Qo'ygan vaqtida biz nimishqa dunyo kinosi sahnasiga chiqolmaymiz, Uyg'urlar kinochilik deydi. Deganda o rejissor bizda iqtisod kamchiliklar yo'qligi hisoblanadi. Buni asos omil bo'lgan bilan eng muhim bir omil bor bu yerda. İqtisod asos bo'lib turadi, lekin dunyoning muhim omillari nima degan vaqtida birinchisi yaxshi ssenariy kerak. Birinchi muhim. Ssenariy kinoni olish shu. Ssenariy bo'lmasa har qanday rejissor hech nima qila olmaydi. Yaxshi ssenariy tanlash bu intayin muhim. Yaxshi ssenariyga yaxshi rejissor va yaxshi ijodiy xodimlar kerak. Uningdan keyin shu millatningki kinosi bo'lgan bo'lsa, shu millatning o'zidagi ijodiyat xodimlari kerak. Shu vaqtda turmushliq ham shu millat xos san'at olib chiqaradi. Bu intayin muhim narsa. Uningdan keyin masalan chet elda qanday qiladi degan vaqtida eng avval kino ishlovchi bediklar bor. Bizda adam bedigi deb qo'yamiz. Kino bedigi bor. O kino bedigi qanday qildi ekan desa, eng avval asar izlaydi ekan. Dunyoning hamma yerdan shu asarni temini tepib, shu asarning mazmunini tushunib, mush pul topalaydigan kitob kelmadi. Men pul topalaydigan deganki, anandan keyin kino bedikchilik sotilgan. Ssenariy bedikchisi bor. Kino bedikchisi sotgandan keyin u kino bedikchisi kim deganda tushungan kino ishlagan shu mudir. Onu akademik kitap var. Deb talashib, onu qilib, buni qilib, necha million sotadi uni. Bu xuddi bir oltin qozg'andek bir ish. U mashina nurg'ayadan boshlab. Akagandan keyin kino mudiri buni ko'rib beqib, shu pulga olsa, shu pulning o'limini asl qila olamdi degan narsa o'ylab, kitobni oladi. Olgandan keyin andiki kim izlaydi? Rejissor izlaydi. Yaxshi rejissorlarni izlaydi. İzleyenler ki o rejissorlarla sözleşip, ona devallaşıp, andaki kinonu onu tapşırıp versen. Tapşırılandan keyin bu rejissor kinonun kitabını qayta ko'rib bo'lgandan keyin, ondan keyin aktyorlarni ko'z oldiga keldi. Aktyor degan intayin muhim o'rin turadi. Chunki sahnada o'ynaydigan aktyor rejissor emas. Butun tomoshabinlarning ko'rdigani shu aktyor rejissor emas. O rejissorning chapgan katmini qolib qolib, oxir o'lim alog'i bo'ladi natija. Emgek mensinash aktyor xuloslab chiqadi. Xuloslab chiqadi. Keyin ko'rgan vaqtida andaki aktyorni asos bo'ldi. Masalan, mening Tumaliq saharda men taraf turib g'alat rejissor qolib qolib, Oblis Xurshida bir necha yil shundan maqtab ketdi. Nimishqa? U maqtash tegishlik shu rolni, demak shu asarni namoyon qilib bergan meni aktyorlarimda. Anandan keyin rejissorning ijodiy tushdi. Mandagi Şolaşkı bu film işleşte onunki artmasındaki özgü xaslaşını. En mühim mesele yani şu senaryoya bağlı. Senaryo yaxşı olsa iqtisod özlükten tepilir. Bayatdan siz o'sha o'rib odatlarimizni yo'qotib qo'ydik deganlik bir gapni qildingiz. Undaqda bizning o'sha o'rib odatlarimizni yo'qotib qo'yishimiz qaysi jihatlarda bekara ko'rinadi deb qoldi.
bir millatninki xaroblanishi, bir davlatning xaroblanishi nimaga bog'liq ki? Ba'zi torbatida bir millatning xaroblanishi, bir millatninki mustaq o'rin bo'lib ketishlari san'atga atib qo'ygan ba'zi bir temilni ko'rib qolmadi. Ko'p bir qadar buni. Shuni ko'rib bek kulgim kelib ketdi. Siz degandek hozir shu dunyoning o'zi bir san'at. Birdasqamna to'g'ri ifodaladi. Mushning qaynasak ham og'izda ifodalik bo'lmaydigan bir norozilik kayfiyat bo'lib qoldi ekan cho'dan. Faqat hozir Şinjan'da san'atni ulug'layotdi degan ko'z qarashlar bor. Amaliyotda ashuni temini yozgan odamning o'zi bilmagan asosda san'atga qoyil bo'lgan yerlari bo'ldi. Ashuni kiyim kiyishmi san'at? Atdiganda yuzini yuvib chashni tarishimi san'at? To'g'ri. Hamma san'atni aralamay turib, yana bir millatning xaroblashi san'atdan kelib chiqqan deb bir xil qiziq tema qilib, asha bu g'olg'ol qilib ketayotgan odamlar bor. Gapingizni bilyapti. Yo'q, to'g'ri gap qildingiz. Chunki Uyg'urlarning chiroyli bir tamsil bor. Eshak kuching yetmasa uf to'qim deydi. Bizningki shuni degan odamimizning o'zidagi illatni bizga to'ngab qo'yadi. Bolalarımızın ahlakının buzuluşu, baş taraftan buzuluşu, heylik adamның azraq oram bagen, bizde sanat buzul yetip kaldı diyen. Hem de sanatnınki mahiyetini qanday qabul qilish, qanday adım qilish, o özgü bağlıq. O adam öz buzulup yetken bolsa öz buzuk. Sanat buzuk emas. Doğru dedim ben. Buzulma sözünde qaysiyatni qanday qilib? Tuladım ben? Doğru da. Demek özü yaxşı olan bolsa, sanatның yaxşı tarafından o bahriman bola alaydı. Onun icabi tarafına etkileşti öz bahriman bola alaydı. O icabi tarafını görmez, salbi tarafını görüyor. Ben buzulup yettim, hak buzulup yettim desi bolam da. Bu hata. Şolaşqa medyana o narsani qayd qilavermayli, eng muhim masala nima bo'lib ketdi degan bir yoshlarni tarbiyalashdan iborat bu narsa intay muhim. Bizning uka hozir shu cho'nglarning deydigani shu, hatto o'zimizning oddiy dehqonlarimizni men shu kino ishligini yoki janub tarafga berib qolsam, mayli shimol tarafga berib qolsam, to'liq ash dehqon ko'n odamlar bilan suhbatlashishni yaxshi ko'raman. Chunki ular tirik kitob. Chunki ular bir qomus. Chunki ular tarixni saqlab qolgan. Ular haqiqatan süzük bulaq desek bo'ladi bu odamlar. Chunki davr zamonni ko'rgan, turmush urf-odatni ko'rgan. Ularning ichida ajoyib ishlar bor. Faqat shularni bunda qarab, ularniki ko'n kiyimiga qarab, yerilib ketgan qo'llari qarab, to'ngir putlari qarab, bu nim biladi deganlik bizning ahmoqligimiz. Bayam Abduz efendim degandek, anaqa ters xurofat bular zamondan keyin qoldi degan yoshlarning o'zi zamondan keyin qoldi. Ular atalmış çatlarning g'arbning ba'zi bir madaniyatini qabul qilib, o'zining madaniyatini yo'qotgan ahmoqlar ular. Ular hech qachon madaniyat emas. O'z vaqtida mutallibmi degan emasmi? Teshingni bo'yig'icha bo'yoq bilan, ichingni bo'yig'in ilm fan bilan zinatli ichingni degan. Shu gapi ajoyib ulug' gap. O teshimizni bo'yib, barlilik ranglar olib, o'zimizcha noit madaniyatli olib, kelib yurganimiz bilan ichimizda hech nima bo'lmasa bu madaniyat kirmaydi. Madaniyat adamning ishida bo'lish kerak. Shu adamning sirtidagi yetishamagan kiyim-kechaklarning yetishamagan uning ayb emas. Lekin onun ichida madaniyat bor. Qanday? O dehqon bo'lsa-mu o'rnidan chachirab turib siz bilan salomlashdi. O dehqon bo'lsa-mu sizga chiroyli chuchmal tillar bilan sizga ko'nglingizni oldi. O'zining zag'rinini o'zi yesimi qo'shnining uyidan bir oq nonni chiqib oldingiz qo'ya oladi. O'zi yemaydi. Mana bu madaniyat. Bizningki hozir yoshlarimiz bunday qilmaydi. Pul topgan yoshlarimiz yo'g'onchilik qilib restoran chaqirib shunday yaqinday istirobchilikdan boshqa narsa yo'q. Bechora dehqon bir yil topolmaydi bir ustalning tabaqini. Bir yil topolmaydi uni pulini. Bu madaniyat emas. Axloqsizlik. Axloqchilik. Şunlaşqa bu tarafdan aytgan vaqtida buni kinodan ko'rishni yo'q, gap shuni qanday qabul qilishda. Endi bu tarbiyaviy narsa degan intayin muhim narsa. Biz tarbiyaviy darslarni mana kichik vaqtlarimizda mana 50 dan oshdi mana 60 ga ketyapmiz. Demak, shu 60 yillik umrimizda nurg'un narsani ko'ribdik. Bizning qenimizda qanday olamisin shu vaqtdagi fazilat, millatimizga xos xususiyatlarimiz bizni bor ekan deb o'ylayapmiz.
Ben yakında Boran Balları degan bir filmni yozayotgan, asli uning vatanda bor degan burun yozilib bo'lgan originalda. Bu bizning madaniyat inqilobidan iborat shu 10 yillik fojiada beshimizda o'tkazgan ishlarimizni asosiy yozyapmiz. Rasmana 60 yosh kirgan balki shu to'g'ri ko'rayotganda shunda ziyolilarimizmi shunda biz haqiqatan Boran Balları etdik. Biz beshimizda ajoyib issiqlikni o'tkazgandik. Şu vaqtda o'tkazgan kunlar, şu vaqtda o'tkazgan davrlar biz uchun aytib vaqtida oliy maktabdami o'qimagan bilimni shu vaqtda biz oldik. Bu turmush bilimi. Bularni biz kitobda bir yozdik, bir yozmadik, ish ko'rayotgan ancha ishladi. Lekin biz buni cho'qim ishlashimiz kerak. Bugungi suhbatimiz intayin yaxshi davomlashdi. Shu munosabat bilan Shabnam shirkatimizga vakolatan sizlarga alayda rahmatimni bildiraman. Ishonimizki, sizlarga o'xshash millatimizning kino, teatr san'atiga ko'ngil bildirgan kishilarimiz bo'lganki, bizning teatr san'atimiz bundan keyin texnologiyalab yashnag'isi, oxirida tinalloq salomatlik ishlaringlarga utuq tilayman. Rahmat sizlarga. Qadrli tavdosh do'stlar, kelar qaytamliq Shabnam Cho'lpala ziyoratimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. To'g'rimiz hozir butun dunyoga taqilotib bo'libmi? Abduz efendimninki tunugunki qolgan xabarni olib xo'sh oldum. Chunki Shabnamni qurgandan keyin uning Shinjondagi to'g'ri doirasi Shinjondda emas, mamlakatda emas, butun dunyoda bir qadar kengga xo'sh oldum. Shu orqali endi dunyodagi butun to'g'ridosh do'stlarga samimiy tashakkurni bildirish bilan kino san'atına mahiyeti, onun türleri hakkında azırak sözlep vermekçimen. Endi bizde hazır uçar taksi degan bir fantaziya gap bo'ladigan, bizning uçar taksimiz demek bu Shabnam orqali taqiladi. To'g'ri. Mahiyeti ve onun türü to'g'risida qisqacha bir to'xtab beramiz. Bo'ladi. Bizning to'rdoshlarga qizg'in salom, yaqinlik salom. Hali uzun bo'lib ketdi. Mening shunday bir umidim bor edi. To'rdoshlarimiz bilan bir suhbat o'tkazsak degan. Shabnam demeklikning o'zi bir tamchi demeklik. To'g'ri. Uyg'urlar bir gap bor, tamchi ko'l bo'ladi o'da. Demak bizning bu Shabnam shu shirkatimizningki ko'l emas, dengiz bo'lishini umid qilaman. Chunki butun dunyoda to'r orqali butun do'stlarni tepishishga, suhbat o'tishga sharoit yaratib bergan Shabnam shirkatiga ko'pdan ko'p tashakkur, ko'pdan ko'p rahmat. Hamda bayam degandek bizdan endi shu chunki kinoni ishlab biz avarolab uni besib amni chiqaraylik desak bu disk orqali butun dunyoga uchar taksida birdam taqiladi. Demak bu ilm fanninki taraqqiyot. Biz 80-yillardan boshlab men kino sohasida qatnashgan bo'lsam, u vaqtda kino ishlash bir qator o'rta darajada bo'lgan bo'lsa, uningdan burunqisi kino ibtidoiy jamiyatdagi yovvoyi jamiyat emas, kinolarımızın dastlabki o'tirliqda shu ibtidoiylikdan taraqqiy qilgan gap. Dastlabki bosqichdan hozirgi bosqichga. Kinoninki asosiy paydo bo'lishimi asosi shu nur san'at orqali. Bir kuni dars o'tayotgan chet ellik bir ofitser bir mutaxassis dars o'tayotib, qo'lidagi tamakini elib, tutashtirib, sarangini cho'glatgan. Qadrli to'rdosh do'stlar, hammalarning Shabnam Cho'lpala ziyoratimizni yoqtirib ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men to'r riyosatchisi Subayda. Men eng avval bugungi taklifli mehmonlarimizni bir tanishtirib o'tsam, bizning bugungi suhbatimizga Tag'artaq kino studiyasining peshqadam rejissyori, aktyori Firdavs Aziz akamiz bilan Shinjon Naqshi usul o'mikining san'atkori, to'nilayotgan yosh rejissyorimiz Abiz Abdurashid akamiz bilan alayda taklifdan qatnashdi. Assalomu alaykum Firdavs aka. Va alaykum assalom. Siz eng avval to'rdoshlarimizga kino teatrining mazgilning o'zida uning bir doira asli bo'lgan. Fotograf yoki rasm tortadigan apparat. U faqat mavhum bir tasvirni ola oladi. To'g'ri. Endi bu qanday qilib mavhum tasvirni o'zi jonliq tasvirga aylantirish degan narsani o'ylab yurgan vaqtida bu sarangining cho'gilishi bilan tam demak bu lentani aylantirsa bu tasvir demak jonliq tasvirga aylandi ekan.
deb dastlab o'timiqda kino san'atashni olam paydo bo'ldi. Keyin buyuk san'atkor Charles Chaplin uni dastlab o'timiq shu bilan suratga ilish texnikasini yo'l qo'ydi. Ham nurg'ulg'an filmlarni ishladi. Shu komedik filmlarni ishlash jarayonida dastlab o'timiqda. Uning ovoz sistemasining kerakligi, uning ssenariyaning kerakligini his qildi.